Ko'pchilik aytadiki, siz qaynonangiz bilan faqat ramyon yeysizlar, ichinglarda qurt, shunga o'xshagan narsalar ko'payib ketmaydimi deb so'raysizlar. Yo'q, chunki biz dori ichamiz. Bir yilda 2 marta ichilarkan shu dorini, ichingizda hech qanaqa qurt paydo bo'lmas ekan. Men yoshligimda esimda qurtim ko'payib ketganidan onamlar yotqizib olib bittadan terardilar. Bilmayman hozir ham shunaqami O'zbekistonda, lekin menda shunaqa qilishardi, ko'payib ketgan qurting deb. O'shaning uchun agar O'zbekistondagilar ham qurtinglar ko'payib ketgan bo'lsa, mashina ichsanglar yo'qolib ketar ekan. Mana shu dorini bir yilda 2 marta ichar ekansizlar xolos. Shunda qurt ichinglarda paydo bo'lmas ekan, paydo bo'lgan qurt ham o'lib ketar ekan, tushib ketar ekan. Buni endi karis pochchamiz bizga olib beradi. Har yili 2 tadan olib beradi, ichinglar deb 2 martadan. Shunga hozir qaynonam bilan birga ichamiz. Ichida bitta bor ekan xolos. Bismillah. 우리 몸속에 기생충인데 다 없어졌어. İçimizde qurtlar hammasi o'ldi endi deyishyapti. O'zbekistondagilar agar Koreyada tanishingiz bo'lsa, shunaqa dori zakaz qilib ichsanglar bo'ladi. Ichinglarda qurtlarni o'ldirar ekan.